Assalomu alaykum hurmatli go'shadalar. Mana klientlarimiz keldi. Xo'p, bir chekkadan saqin deylar shekilliga hojonalar. Hojakalar mana qaranglar. Asalligini qaranglar. Shunaqa go'zal keldi, shunaqa go'zal keldi. Mana zamiya kukaslarimiz mana. 100 ming so'm desam nima deysizlar? Mana qaranglar. Salkam 1 metrlik. Go'zal holatda. Mana qorasi ham bor. Zenzi so'raganga unisi ham bor. Mana 70 ming so'm deyiladi qaranglar. Buni parakonilarga bo'lib qo'ysa ham mana kennayalarim, qaranglar, onajonlarim to'lgan. 3 ta 4 ta idishga chiqaveradi. Xo'p, bitta endi obzor qilib beraman. Endi sizlar duo qilib, qo'llab turasizlar. Mana dushmanlarimni qaranglar. Guli bakkalarni ketadigan gullarimiz keldi mana. 50 ming, 40 ming qilib beraman, kelaveringlar. Otangga rahmat, duo qilsanglar bo'ldi. Mana go'zalligini qaranglar buni. Tepalarda mana yangi sariq anaqalari bor mana. Böyle mana go'zal holatga keldi. Antiurumlarini qaranglar mana. Bomba holatda, chiroyli holatga keldi. Qaranglar. Guli ko'p, quslar yaxshi. 60 ming so'mdan berdim. Mana shu optimdagi narxlarni tashlaveryapman. Gul purushlar so'ysa ham mayliga meni. Narx tushirib yubordi deb duo qilib qo'ysa bo'ldi meni mana past ishlarim. Mana qaranglar. Oqatda arzon qiladigan qizlar uchun mana bambularimiz go'zali. 120 ming so'mdan. Kislorodga boy, chiroyli bambulardan bittasi. Idishlar haqiqiy keramika. Mana. Xo'p, aqla nemalarimizni qaranglar mana bir-biridan go'zal. 60 ming so'mdan mana chiroyli holatda. Buni ham narxini tushirib yubordim. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Orxideyalarimizni qaranglar. Guli 9 turadi mana. Shoxlarini qaranglar. Chamanligini. Shunday olib uyga qo'yib qo'ysalar mehmonxonalarga ancha-muncha girib taydaydi, quvlab soladi, eshigingizdan urib chiqarib yuboradi. Tur yo'qol, biz uyga kirmagin deydigan gullardan bittasi orxideya. Immunitet ko'taradigan trendda chiroylik orxideyalarimiz mana. 80 ming so'm berdim. Obunachilarim uchun. Rus qaranglar. Men bittaman deb panda ko'tarib turibdi mana. Ruskus 120 ming so'mdan. Idishlari haqiqiy sopoldan. Go'zal holatda. Bilkinlarimiz qaranglar, non qaranglar. Ichlari to'lib, meni bo'ling Ravshan aka deb mana non qaranglar, yalinyapti. Yo bo'lmayman, buni hojonalarim keladi, o'zlari olib ketadi egalari deyapti. Non qaranglar, bir-biridan go'zal holatda. Kalateyalarimiz bor, non qaranglar. Chiroyli holatda 75 ming berdim. Bular 30 ming. Mana. Medelinani qaranglar. Manaqasini ko'rdinglarmi? Yangilikda zo'ri keldi. Mana gullashni boshladi. Buni gulini ham tashab qo'yaman sizlarga. Assobi. Qishni qish demaydi, sovuqni demaydi, yoz demaydigan go'zal gullarimizdan bittasi. Gullari o'zgacha ochiladigan Medelina. Bundan bir jup qoldi. Buni ko'p maqtovini bermay, o'zim topib olmay qolib qiylanaman kelgan sizlarga. Gardinalari qaranglar, mana qaranglar, xushbo'y qilib uyni mana ochadigan gullardan bittasi. Buni men bir odamning uyida ko'rdim. Yerga ekibdi, ancha-muncha sovuqqa turaverar ekan. Mana qaranglar, bunchaligini. Sovuqqa chidamlik, suvni sevadigan. Mana qaranglar, bo'lsanglar ham bo'laveradi, mashinaga ekib qo'ysanglar ham bo'laveradi, go'zal holatda. Bularimiz 70 ming so'mdan. Bir chekkadan obzor qilyapman. Joyim katta-da. Hop, o'zimnikini qilay, keyin atrofga ham o'tib beraman. Azariyalar kelgan mana. Sovuqda turadigan, mana yozda ham ochiltiryapmiz. Muzdek suv berib tursanglar, bular ham bir-biridan go'zal holatda ochilaveradi. Mana qaranglar. Ikki xil miksi. Bir tut o'zida mana tagini qaranglar, qustini. Buni xohlaganlar bo'lib eksa ham bo'laveradi holatlari. 65 ming so'm. Kelovraslar bemalol. Mana bitta podpisigim keldi, bir hojonam kelib, mana gullar shunchasini oldi. Rashanbek o'zingizdan olaman deb niyat qilgan ekan. Men Medellinadan 4 ta oldi, bitta olaman degan odam. Mana. Go'zal holatda. Zenzilarimiz bor, mana xohlaganlarga. Nimagani suvdan qo'ydim, layqa bo'lib qoldi. Mana. Buni bitta cho'miltiraman, kechki salqin tushdi, mana xudo xolasa.
zo'r holatda. Mana shunimiz katta holatda. Zenziyimizni 110 mingga beraman onajonlarim. Bemalol gullar festivaliga kelib so'ranglar. Monolarimiz bor. Mana 60 ming so'mdan gardiniyani. Qarang, to'liq go'zal holatdagisi. Obzorini qilib beray, duo qilinglar. 60 ming so'm qilib beraman sizlar uchun. Maxsus. Qaranglar, atlasniylar. Qaranglar, gullarini qaranglar. Bir-biridan shirin gullari. Hidi tutib ketadi, bittasini uyga eksanglar. Mana kattasidan bitta qoldi. Mana qunchalarni ko'rsatib qo'yay, buni go'zal holatda mana. Bitta qunchani aylantirib ko'rsata olmagin demasin deb men har bitta gullarni ko'rsatyapman. Mana qaranglar. Suvni bersanglar mana men yollab ochilib ketaman, uylarni go'zal qilib beraman degan gullardan bitta qoldi. Bunisi 200 ming so'm. Mana 7 xil suvga tovlanadigan mana kratonimiz. Mana qaranglar. Asalligilar. 200 mingdan beryapman. Go'zal holatda 1 metrlik. Hop, sirenlarimizdan 3 dona qoldi. Buni ham aytib qo'yay. 100 ming so'mdan berdim. Qora qizil. Zamiyani kattalari 1 metrliklari. Mana. Bo'lsa ham bo'ladi, buni oqtuvakka bitta katta qilib ekib qo'ysalar, zo'r turaveradi. Ofislarga, mehmonxonalarda, uylarda. Qorasi zamiya pulpasti 150 ming so'mligi. Hop. Endi motamondagi gullarimga o'taman endi. Sagoy palmamiz bor. 50 ming berdim. Onajonlarim. Hojaga mana ko'rib qo'yinglar. Gullarning poshsholari keldi o'zimizda. Mana bo'ylari 50 mingdan. Karisamizdan bitta qoldi. Mana o'zgacha 200 ming so'm beryapman. Ko'rganda ko'zi quvnaydigan, mana qaranglar. Asalligini qaranglar buni. Mana kimga kerak bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Mana kratonlarimiz bor. Chiroyli holatda turibdi. Keyingdan qolsa, bambug'imizni qaranglar, bambug'ning go'zalligini. Mana buni men yoqqa chiqaray. Mana zallarimda turasiz deganiga mana bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan bambularimiz 500 ming so'm. Bo'yi 1,5 metrlik. Mana holati. Kimga kerak bo'lsa kelinglar, mana yangi bozorda gullar festivalida. Monisi bor mana 120 mingdan. Bu ham chiroyli holatda o'zgacha turibdi. Mana endi Komila qizlarga navbat keldi. Mana qaranglar. Mana gulini qaranglar. Kim sanollaydi mana gullarini, mana qaranglar. Har bitta baytar ostidan otyapti, mana qaranglar. Bunga yozlik kunida aldash uchun muzday xolodilnikdan suv bersanglar, shunaqa ochiladi. Uylaringizni bomba qilib tashlaydi, ochilib buni. Gulini ko'rib, nasrlarni ko'taradigan gullardan bittasi Komila. Mana qaranglar. Kelganlarga 90 mingdan qilib beraman mana shu holatida. Tuvayda katta bo'lgan, eng qizig'i. Mana qaranglar, gullarini ko'tara olmay qolyapti bu jonivorlar. Kelinglar, olib olinglar. Bu atrofda 120 ming so'm. Narxlarni ham ko'rdim, o'zim o'rgandim, chunki o'zim berdim-da hammaga. Mana qaranglar. Mashalloh. Gullarini qaranglar. O'zgacha ochiladi bular. Bular ochilib qolsa, baxt o'rnini yopib qo'yapti. Men bir ko'rsatganman sizlarga, gulim do'konimda, Andijonimda holatda. Ash holatga keladi. Ash tuvayda katta bo'lgan, mana shunda ulg'aygan. Olinadigan emas, 90 mingdan beraman. Kelinglar. 90 ming. Mana gul bayramda Shoqsuv yo'li mana avval Qurg'avoydan kela olishdagi, ash o'rtalarda men. Bu yerda 100 metr yurgandan keyin Shoqsuvga chiqib ketadigan yo'ldamizda menganda. Dastavkalarimiz bor. Hop, mana motamon endi Maludaxonga keldik. Qo'shnimiz Maludaxon yangi bozorda ham yonimda turadi bu qiz. Namanganda ham yonma-yonmiz. Bularda ham xuddi shunaqa gullar. Menga mana kechqurun keldi bu gullarim, atmosferam. Motamonimda yana bitta shogirim bor, Qimmatay degan. Mana azaliyani kattasi. Katta bo'ladimi deganiga mana ko'rsatay, mana holat. Mana. Bir-biridan chiroyli holatda. Mana. Qurram Sulton uzuylari bor mana. Shogirtga berdim, o'zimda tugab qoldi. Muxlislar ko'pligi uchun. Bir-biridan go'zal.
turimda qoralari ham bor mana. Kayfiyati yo'qlari kayfiyati ko'tarsin deb gullarimni bir tashlayapman-da. Bu bola nimcha bunaqa gullarini tashlayverar ekan deb yurmanglar. Har xil o'ylamanglar, duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Duoda ish ko'p. Pul topiladi. Kattalarning duosini olish qiyin bo'lib qoldi. Duo qilib qo'ysanglar bo'ldi, hojonalar, hojotalar. Opa-ukalar. Xo'p. Telegram raqamimni aytib qo'yaman, telefonimni bemalol duo qilasizlar. Telegramdan kanalimga ulansanglar, narxlar bilan tashlagan gullarim bor. 99lik 140 88 41 mana shu nomerdaman. O'zbekiston bo'yi dastavkamiz bor. Yaqtirib qolgan gullarni meni ber bolam desanglar, men Telegramdan chiqsanglar, xudo xolasa BTSdan chiqarib yuboraman vohalarga, manaqalarga. Bemalol murojaat qila olinglar. Sizlarni kutaman.